Mana xudo xolasa. Zohid akamizni boya g'inojinni qo'yuvdik. Endi mana xudo xolasa ikki bosh novvoschasini ham sotaman deyapti. Zohid aka necha oylikdan bular aka? Ular 5 oylikdan. 5 oylikdan mana. Dehqonchilik akamizniki. Mana. Holati yaxshi. Onalari qanday aka buni? Onalar shu oldin eski olamonlardan. Eski parodadan. Aytgan yaxshida aka, zotini xalqimiz bilsin oladiganlar 5 oylikdan buzoqlar mana. Holati yaxshi, yomon emas. Zohid aka yeb ichari qanday? Qorni lekin dum-dumaloq turibdi lekin. Gap yo'q. Mana oldi tomonlaridan, mana poychalari, holati, mana. O'zimiz shu jaydari molda Zohid aka. Zohid aka, nima berilyapti hozirgi kunda bularga aka? Sinash kam sinash berib Bo'yi 1 metr ziyotroq ekan, ha? Silosdan ozoz yeyapti. Mana ustokalari tekis, orqalari yaxshi, pasaymagan. Mana qishdi moli akalar. Holati yomon emas. Zohid akamiz boya g'inojin qo'yuvdi, endi xudo xolasa mana shu novvoschalar qo'yapti. Mollari yomon emas akalar, buzoqlari ham yomon bo'lmaydi. Nasib bo'lsa Zohid aka ikkalasiga bor aka deydigan joy nechi pul aka? Endi 17 dan deyman, o'tkir kelishtirib beraman. Kelishtirib ayting aka. Yana ham kelishtiring xalq uchun. 33. 33. 2 oyga. 16,5 dan. Bo'lsa xalqimiz bo'lsin ha aka. Xalqimiz bo'lsin. Torting aka molni bir ko'rsin xalqimiz bir yurganini ko'rsin. Shu. Mana akalar. O ana. Otilatdan molni uzunroq ishlasa. Mana akalar. Ishtahalar zo'r, holat yaxshi, sog'lig'i joyida. Nasib bo'lsa og'an inson mazza qiladi. Mol qilsin, dalaga olib chiqaman degan akalar mana shu ikkalasini olib qo'ysin. Nasib bo'lsa ozoz kiypagidan olib berib kelaversa, Zohid aka bir-birini paydab ketaveradi foydasiga. Nima dedingiz aka? Shunday. Nasib bo'lsa mana akalar. Kerakka sotyapmiz. Yaxshi kunga nasib bo'lsa sotilyapti. Bor baraka deb akamiz 2 kuni 33 million. 33 deyman, kelishtirib beraman. Yana ham qo'lni mahkam qilib ko'ngilga to'g'ri kelsa akamiz dehqonchilik kelishtirib beraveradi. Nasib bo'lsa mana savdolari bor akalar.